أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة. له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى قال ويسقط الترتيب بالنسيان. Biz qazo namozlarni 5 vaqt yoki 6 vaqtdan eshib ketmagan taqdirda tartiblar o'qish lozim dedik. Tartib qachon tushib ketadi desa, unutib qolish bilan tushib ketadi. Unutib qolsa, tartib buzilib ketmaydi. Albatta, bu tartibni unutib qolsa chora yo'q bunga. U kishining kallasida yana bir namoz esida bo'lmagan ekan. Va xawfi fawtil vaqtiyya. Bu yuqorida illa an yaqafa fawtaha dedi-ku. Ashi bor shu. Shu mazmun shu. Yani hazır biz Şam'ni o'qiylik deb Şam'ning 5 minut vaqt qolgan chog'da asr o'qimaganligimiz esga kelib qolsa, asrni o'qib o'tib, undan Şam'ni o'qib, buni tartibla o'qiy desak, Şam'ning vaqtimiz ketgan bo'lib qolsa, boshda Şam'ni o'qib o'tib vaqtida, undan keyin o'tib ketgan namozni o'qiymiz. Va biz ziyadati ala 5. Yana o'qilmay qolgan namoz 5 dan eshib ketib qolsa, tartib tushib ketadi. Xohlagancha o'qisa bo'ldi. Endi bir-birlab buni izohlasak, amma nisyanu faliqawlihi sallallohu alayhi va sallam rufi'a an ummati al-khata'u wan-nisyan wa mastukrihu alayhi degan hadis. Wa ma taqaddama min al-hadith, yana yuqorida o'tib ketgan shu man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dhakaraha fa inna dhalika waqtaha degan hadis. ووجهه أن وجه الاستدلال مش دليلنا كالدو دليلدن مهم بوغنا وجه الاستدلال köpünç ahvalda bir muddaga bir sayyadisine makab koydu ya bir ayetine makab koydu. Lekin tekshirib kelsak, u muddaga bu delilden unda delil chiqmaydigan bo'lsin. Mesela ishkada munozirlashib qolsak, qarshi taraf bir oyatni o'qiydi, bir hadisni sayyadis Rasululloh bunday degan. Bunda qaramoqqa buning degan da'vosiga dalil bo'lganda ko'rindi. Amaliyotda undan u da'voga hech qanday dalil chiqmaydi. Shu dalildan bizning da'voga isbot chiqarishni biz vajil istidlal deymiz. Bu hadis bizning da'vo qanday dalil bo'la oladi degan. Va vajhu degan shu. Anna vaqtal faitati vaqtut tadakkur. O'tib ketgan namozning vaqti shu esi kelgan vaqt. Fal yusalliha idza zakaraha degan. فإذا لم يذكرها yani esi kemiz şu فإذا لم يذكرها degan uni yana bir namozning vaqtida esiga olinmay qolsa فهما صلاتان لم يجمعهما وقت واحد. Undan ekan uning vaqti kelmagandek. Vaqti kelmagan bir namozdek. Qachon esiga olsa, undan uning vaqti keldi. Lekin hozir vaqti kelgan namoz, biz hozir sham o'qiymiz ham bo'lsak, vaqti kelgan namoz shu. Bu bir namozning vaqti. Ikki namozning vaqti bo'lib qolmaydi. Eğer şu bir namazın vaxtida hazır Şam o'qimoqchi ama hem asr o'qimoqchiman deb eslab qolsak, hazır ikki namazning vaqti bir namozga jamlanib qolgandek bo'lib dedi. Undan keyin eslayolmay qolsa, bu namozning vaqti yana bir namozning vaqti bilan jamlanib qolgan bo'lmaydi. Fala yajib tartib. Qazo namoz vaqti kelgan namoz bilan va o'tib ketgan bosh namoz bilan qator tizilib qolmagan ekan, to'plashib qolmagan ekan, u tartib degan gap yo'q dedi. Eğer şu yig'ilib qolsa, tartib bo'ldi. Va amma xawfu fawtil vaqtiyya, endi hozirgi vaqt kirgan namozning vaqti o'tib ketib qoladi, biz qazo namozni o'qiyman deb avarosak degan masala kelsak, fali anna al-hikmata la taqtadi ida'at al-mawjudi fi talab al-mafqud. Hikmatning taqozosi shuki, yo'q narsani qo'lga keltirdim deb ko'z oldida banasidan ayrilib qolishga bo'lmaydi. Odatda insonlar ko'pincha shunday. O'zida bor ne'matni his qilmay, yo'q ne'matning oqidan qolaqshidi. Natijada o'zi bor ne'matni qo'ldan ketkizib qo'ydi. Va li anna wujub al-waqtiyyati thabata bil kitob. Yana bir tarafdan aqliy dalil hamda hozir vaqti kirgan namozning vojibligi, farzligi bu oyat bilan isbotlangan.
oyatda innas solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta degan. Va tartibu sabata bi xabaril ahad. Tartib bilan o'qish hadisda isbotlangan. Hadis bo'lganda xabar ahad bilan mutawatir emas. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamningki namozlarni shunda tartib bilan o'qiganligi yoki G'azvatul Ahzab, Xandaq g'azotida 4 namozni ajna tizib o'qiganligi masalan. Fa in ittasa'al vaqtu amila bihima. Agar vaqt kang tasha bo'lsa, har ikki namozni o'qib ulgurgan bo'lsa, o'tib ketgan namozni bir o'qib, undan keyin vaqti kirgan namozni azod o'qivasi bo'ladi. Va in daqa fal amalu bil kitabi awla. Qisilib qilib vaqt kirgan namozni o'tib ketgan bo'lsa, bu chaqda biz ikkining biriga turmaymiz. Shuna qarasak, oyat kelgan ko'rsatmaga amal qilish oldin o'rinda turdi. Ya'ni inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta degan mushayatga amal qilib, vaqt kirgan shamni masalan qiziqida o'qiymiz. So'yib qolgan namoz, so'yib qolgan holat qolsin. Wa amma kasratul fawaiti fa hadduhu dukhul vaqti as-sabi'a. Namoz ko'payib ketsa-mo tartib tushib ketadi degan. Tartibga rioya qilmasak bo'ldi degan. Buning ko'p bo'lishning chekinaga basi ko'p bo'ladi. Namoz nechiga yetsa biz ko'p bo'ldi deb tartibga rioya qilmasak bo'lgan bo'ldi desa, 7-namozning kirishi bilan namoz ko'p hisoblanib tartib tushib ketadi. Biz 5 namoz deb bekitdik-ku. Hozir endi tafsili texmo cho'nqirlab tazinish kerak kelsak 7 namoz deb bekitdik. Li'anna al-kasrata bit-takrar. Chunki qachon ko'p bo'ldi desa, bir narsa takrorlanganda ko'p bo'ldi. Takrorlanmiz ko'pligi bo'lmaydi. Va takraru bi vujubi sadisa. Takrar qachon bo'ldi desa, 6-namozning farz bo'lishi bilan dedi. Masalan, 5 namoz, bamdod, peshin, asr, sham, xuftan. Zaman buni takrorlik yo'q. 6-namoz yana bir bamdod ertasiga bamdod shunda vojib bo'lsa, shu chaqda undan qanaldi 7-namoz kirgan chaq. 6-namoz qachon vojib bo'ldi? 6-namozning eng oxirgi vaqtida vojib bo'ldi dedi. Fuqaroning qarashida bunda bir xilofiy masala bor. Namozning vojib bo'lish vaqti qachon? Masalan, peshinning vaqti soat 1 dan 4 ga qadar desak, musharliq 3 soat ichida qachon vojib bo'ldi? Kishining gapiga kelsa, ba'zilar dastlabda azon chiqqandan tortib vojib bo'ldi deydi. Ba'zilar yo'q, o'chada vojib bo'lmaydi. Eng oxirida 5 minutda vojib bo'ldi. Shu chaqda zat o'qimasang chataq deya bor. Undan burib o'qimasimi kamchilik bordi. Deb Hanifiy mazhabda al-vujub mutaalliqa bi oxir vaqt. Eng oxirgi 5 minutga bog'lanish. 6-namoz qachon vojib bo'ldi degan kelsa, bomdodning shu vaqt chiqtay deb 5 minut qolgan chaqda vojib bo'ldi deydi. Va vujubuhuma bi oxir vaqt mana. 6-namozdan va 7-namozdan vojib bo'lgan vaqti eng oxirgi chaq shu edi. Va vujubuha desak bo'ldi 6-namozning gapi bo'lsa, balki kitobda vujubuhama. Bizninkida vujubuhuma deb turibdi. 6-namozdan vojib bo'lgan chig'i eng oxirgi vaqt shu. Fa innama yatahaqqaqu at-takraru bi dukhul vaqti as-sabi'a. Undan keyin takrar yuz berish qachon o'tirish bo'ladi desa, 7-namozdan vaqt kirsa, 6-namoz hozir takrorlandi deymiz. Hozir 7-gadanga vojib bo'lmaydi. Vaqt kirdi, 7 vojib bo'lmagan. Lekin 6-si rasmiy gadanga o'rnab ketdimi? O'rnab ketgandan keyin endi ko'payib ketdi. Hozir bamdod 2 bamdod to'liq qoldimi? Ko'p bo'lib ketdi, endi tartib buzilib ketdi deymiz. Va hada ma'na qawlina an tazida ala 5. 5dan ishib ketsa tartib buzilib ketadi degan so'zimizning ma'nosi bu shu deydi. 6-namoz gadanga o'rnab ketib, 7-ning vaqti kirgan chaqda 5 namozda ishib ketib, endi jiqilib ketdi degan so'zimizning ma'nosi shu. Li'annahu mata zadatul fawaitu ala 5 takunu 6. Chunki o'tib ketgan namozlar 5 dan ishib ketsa, shu 6 bo'ladi. Va mata sara 6 qachon 6 bo'ldi desa, 7-ning vaqti kirgan chaqda 6 bo'ldi deyalaymiz. Undan keyin 7-ning vaqti kirgandan keyin tartib tushib ketadi. Shu 6 namozni biz xohlagancha qazo qilib o'qiymiz. Xuftanni boshda o'qib, asrni keyin o'qib, undan keyin sham o'qib qilamdik masalan. Va qala Muhammad degandan biz yuqori qarashdan keyin shayxonning qarashganligini bilib oldik.
Muhammad dabto idza dakhala waqtu sadisati saqata at-tartib. 6-ni vaqt kirishi bilan tartib buzilib ketdi. Liyanal jinsa kathir. Chunki bu namozning jinsi, namoz degandikilar buning 5 vaqt namoz desak, salovat desak, jinsi salovat. 5 vaqt namozni ko'rsatdi desak, bu 5 vaqt namozmi jiq bu. Yani ko'plik darajasiga yetadi deydi. Va hada fil fawaid al-haditha. Undan keyin hozir Shayxon 7-ning vaqti kirishi bilan 6-gadan ko'rinib ketgandan keyin 6 namozgadan ko'rinib ketsa 5 namozni oshgan bo'ldi. Shu chaqda tartib tushib ketdi dedi. Muhammad rahimahulloh 6-namozning vaqti kirishi bilan tartib buzib ketdi. Chunki gadanga 5 namoz o'rnab bo'ldi. 5 namozmi ko'p namoz hisoblandi dedi. Va hada fil fawaid al-haditha. Unda musho yuqorqi deganimiz yaqinda yangidan o'tib ketib qolgan namozlar. Masalan, tuniganki, ya bugun bilan tunigankidek, mushunda namozlar. Amma al-qadimatu, unda ko'p namoz kelsak, masalan, burun 5 yil ilgari men 5 yil namoz o'qimagan, ya 2 yil namoz o'qiyamagan, yoki 35 yoshga kirgandan tortib namozni boshlabdim, uningdan burun bir vaqt namoz o'qiydim degan gap chiqib qo'yildi. Ham ko'na qazo olib ketib qolgan namozga kelsak, as-sahihu deganliklar 2 va uningdan ko'p qarash borligi ma'lum. Va shu qarashlarning ichida to'g'ri qarashmi shu? Uningdan boshqalari qanday bo'ldi? Baklam ojiz qarash yoki fasid qarash deymiz. Lekin al-asah deb qarashu, al-asah desak, buning qarshisidagi boshqa qarashlar umu sahih. Lekin ma'bisa al-asah. Lekin as-sahih deb qarasak, buning muqobili ammis ojiz yo'q hisobda e'tibor qilmaydigan qarash bo'ldi. Chunki al-asahdan as-sahih kuchliq mana. Al-asah kuchliq. Sahih bilan al-asah ikkisi birga kelib qolsa, shuning ichidan al-asah desak bu jalliqroq bo'ldi. Lekin majroqdan qarasa as-sahih degan birisi bor. Yana bir masalada al-asah deb birisi bo'lsa, as-sahih bak kuchliq. Chunki as-sahihning muqobili hammasi yo'q hisobda. Bak ojiz hammasi. Lekin al-asah bo'lsa buning oldinlikiricha hammasi sahih. Lekin ma sahihroq, yoki jalliqroq. Al-asah deganda agar shu as-sahihlar bir jinsni to'lab turib uningda sal jalliq chiqadi. Lekin bunda ayrim masalada bo'lib qolsa, as-sahih va kuchliq. Al-asah kuchliq. As-sahihu annaha la tudammu ilayha lima fihi min al-haraj. Yani ko'n namozlarni masalan 2 namozni o'qiyolmay qolgan burun, 5 yil burun deydi. Bu ko'namni. Bugun 2 namozni o'qiyolmay qoldi. Bunda bo'lgan ahvolda biz ko'nsidan, ko'n ish bilan yana 2ni qetib turib 4 oldi deb. Endi buni tartibla o'qish kerak demdi. Yo'q. Tartibga tushirdi deydi. Ya'ni ko'nisini biz yana qatmaymiz. Ko'n ishkisini tartib qolgancha, hozirgi namozdan ilgari bo'lsin, hozirgi namozdan keyin bo'lsin, yoki atigan o'qiyolmay qolgan namozdan ilgari keyin bo'lsin, o'qisan mayli deydi. Men to'g'ri qarashda. Chunki uni aslab u peshinmitdi ya asrmitdi deb isni qolmasligi mumkin. Ya'ni qaysi kunning ekanligi masalan isni qolmasligi mumkin. Ya'ni har birini ayrim hisoblaymiz demakchi. Masalan, o'tgan yili bir kuni peshin o'qiyolmay qoldi. Yana bir kuni sham o'qiyolmabdi. Yana bir kuni asr o'qiyolmabdi. Lekin qaysining burun qazo olib ketganligi esida yo'q. Shu namoz esida bor. Lekin qaysi namozni burun qazo qilib o'tgan esida yo'q. Bundan keyin buni hozir yenidan qazo qilib o'tgan 1-2 namoz bo'lib qolsa, buning ketib turib 5 namoz bo'ldi, 5 namoz bo'lgandan keyin men tartibla o'qishim lozim deb uning qaysi burun qazo qilib ketgan hozirgi bilan birga hisoblamaymiz deydi. U burun qilsa ayrim hisoblaymiz, hozirgini ayrim hisoblaymiz. Hozir 2 namoz bo'lgan bo'lsa, bugun o'tkazayotgan namozni qazosini tartib bilan qilamiz. Burun o'tib ketganini xohlagan chog'da xulosa bo'ldi demak. Masalan, o'tak yirtilib ketsa, necha yirtilgan bo'lsa, yoki kiyimda 3-4 yer najosat bo'lgan bo'lsa, buni hamma jamlab ko'limimanchilik deb hisoblarga ishlayapti-ku, jam qilmaymiz demakchi. Undan keyin uni yangiga qetib hisoblamaymiz degan qarash shu to'g'ri qarash. Va qila tudammu uqubatan lahu. Ikkinchi qarash qila degan baklam ojidan. Sahihning muqobili hozir qila bo'lib ketdi.
beklam ojiz qarashda buni sal ig'irroq muomala qilib, bu namozni qazo qilgan kishi o'g'achqa buni jazolash yuzasidan sen ash burunqini tartibla o'qishing lozim deb qiyinchilik qilamiz buni demak. O'cha ta'sim men qasini burun qazo qilibdimki deb uni hisoblashda qizinib qoldi ahol. Shuni bu ojiz qarash. La haraja fid din. 5 vaqtlarda 7 yapılır, gece namazındaki minister tekrar qolganlikda buni tartib chiqdi. Ondan sonra oxir vaqtlarda lekin mesela bomdodda qo'lda mesela bomdodning vaqti bir kun namoz o'qimadi biradi 5 vaqt namoz o'tib ketdi. Keyin yana bir bomdodning vaqti kirib 6-chi namoz shu bomdod. 6-chi namoz bundaki bu oxirgi vaqti shu kunchi vaqtda kun chiqishga 5 kun qolganda oxirgi vaqti. Lekin bizlar 7-chi namoz qilishda turib avval vaqti chiqib ketgan 2-chi vaqt qilish aniq bir bo'sh uni hisoblamaymiz. Bo'sh vaqt hozir shunda muhmal vaqt. Hech qaysi farz namozninki vaqt emas u. Shu vaqtni yalib kelib qolsa takror chiqib ketadi ya biz bayram deganda 7-chi kishini vaqt turgandan chiqib ketadi. 6 bo'lsa 7-chi vaqt kirdi degan ba'zi hadislar bir namozning vaqti chiqishi bilan yana bir namozning vaqti kirdi degan hadislar bor. Lekin bomdodnikida bomdodning kun chiqishi bilan namozning vaqti tugadi. Aralıqda endi muhmal vaqt bor dedik biz. Yani kun chiqqanda kun ayrilgan aralıqda hech qaysi farz namozning vaqti bo'lgan muhmal vaqt bor, aralıqqa vaqt bor dedik. Yani va kitobda o'to'g'riliq to'xtalmabdi. Birinchi qarashga asosan 6-chi gading o'rnab ketdi desak, kun chiqishi bilan tartib tushib ketdi degan bu. Albatta ikkinchi qarashdimi? Muhammadning qarashini albatta. Chunki 5 namozning vaqti 6-chi vaqt kirishi bilan degan ekan, albatta shunday. قال وإذا سقط الترتيب بالكثرة namoz ko'p bo'lib ketib, bir qarashda 6 namoz, bir qarashda 5 namoz gading o'rnagandan keyin tartib ketgandan keyin al yaudu idza qallat azib qasa, ya'ni tartib o'zligidan qaytib qolamdi, tartib yana olamdi dedi. Masalan, 15 namoz gading o'rnida. O'rnagandan keyin qazosini qilib keldik. 8 ni qildik, 9 ni qildik. 10 ni qilsak 5 qoldimi? 5 gadini qolgandan keyin 5 namozda 5 ni tartibla o'qish kerak bo'lib qoldi demakchi. Al-Muxtar degandimmi bir necha xil qarash borligi, buning ichidan biz fatvo berishga, boshqa javob berishga tanlagan qarash nima ekan deganini bilamiz. Annahu la yaud, bu joyda 5 qapqasimi 4 qapqasimi tartib bilan o'qish kerak emas. Li'annahu lamma saqata bi'atibariha, chunki oshi namozning saniga qetilishi bilan tartib tushib ketgandan keyin shu namozning o'zi yana qapqasa, ashuning haqqida tartib tushib ketishi texmi aniq deydi. Masalan 5 namoz deydi. Bu 5 namoz ilgiriki 5 namozga qetilib 10 namoz bo'lib qolganlikdan yoki ilgiriki 10 namoz qetilib 15 namoz bo'lib qolganlikdan mushu qetilganlikdan bu san olib ketib tartibni tushirayotgan. Zaman tartibni tushirishi rol o'ynagan mushun bog'liq. Undan keyin boshqa shu qolib ketib, ma'ning navbat kelgan chaqdimi? Yana mush namoz o'qilmay shu ortil bo'lgandan keyin yani tartibni tushiribdi deydi. Yani boshqalar bilan birga qatilgan chaqda tushirayotgan yerda o'z yolg'iz turgan chaqda albatta tushiribdi demak. Va suratuhu bundan misol berib taxmo ochiqlabdi. Law fatatu salatu shahrin, masalan bir oyning namozi o'tib ketib qoldi. Faqada 30 fajran. Shundan bu 30 bomdodni o'qib bo'libdi. Summa 30 zuhran, 30 peshinni o'qibdi. Masalan bir oyni 30 kun degan taqdirda. Lekin oy degan 29 kun bo'ldi, 30 kun bo'ldi. Va hakaza. Va bu 30 bomdod, 30 peshin, 30 asrda bunda o'qib ketdi. Sahhal jami'a 30 bomdod, 30 peshin, 30 asr, 30 sham, 30 xuftan deb o'qisa to'g'ri bo'ldi deydi. Hammasi to'g'ri. Va la ya'udu at-tartibu, tartib ash namozlarni masalan 5 vaqt namoz qilib qolgan chaqda o'zligidan qaytib qolmaydi. Lianna saqita la yahtamilu al-aud, chunki tushib ketgan narsa ikkinchi qaytib kelmaydi. Va kada law qada jami' ash-shahr illa salata yawmin, shundaqla bir oyning namozdan hammasini qazosini qilib bir kunlik namoz qilsa 5 vaqt namoz o'xshash. İlla salat yawmin thumma sallal vaqtiyata wa huwa zakirullah. Onda 5 vaqt namozdan qopdi. 5 vaqt namoz qilgan chaqda
Aşı ötep ketken 5 vaqt qaza namazım bor deb esil bor turib, hozir vaqti kirgan bir namozni o'qibdi. Aslida bu tartib bilan o'qish kerak-da. Zaman 6 vaqt tartib bilan o'qiydi-ku. Hozir 5 bo'lgan ekan, albatta hammalarning ittifoqida tartib bilan o'qish kerak-da. Bu esil bor turib, tartib bilan o'qimay vaqti kirgan namozni o'qiyapti deydi. Jaza lima bayyana. Biz yuqorida bayon qilgandek, boshqa namozlar bilan birlashib turgan chaqda tartibni tushiritilgan bo'lsa, o'z yolg'iz qolgan chaqdimi o'ziga nisbatan tartib tushib ketadi dedi o'qiydi. Shunga asosan manda masal gap qasimi, mana misaldimi tartib tushib ketadi deymiz. Wala yu'addul vitru fil fawaiti. Vitrning hukmini Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi vojib dedi, sohiban val jumhur sunnat dedi. Lekin sunnat degandimi bu vojibga yaqin sunnat dedi. Sama odatli sunnatdan yuqori. Endi Hanifi mazhabda vojib degan qarashni tutsak, vojib bo'lgan bu vitr qazo qilinib ketib qolsa, buning qazosi o'tib ketgan farz namozlar qatoriga tizilmaydi. Bu vitr o'tib ketgan qazo namoz qatorida tizilmaydi. Chunki bu vojib, farz emas. Li'annaha laysat min al-fara'id. Wa li'annaha law adadnaha kamulat as-sitt. Yani bir tarafı biz uni 5 farz namoz bilan birga sanaydigan bo'lsak, bir kunlik namoz 6 namoz bo'lib ketib, 6 to'liq bo'lsa tartib tushib ketadi degan to'qqiz. Wala tadkhulu fi hadd at-takrar. Qarsak 6 namoz bo'lsin, takrorlanish yo'q. Asli 5 vaqt namoz desak, ikkinchi kunning bomdati bo'lsa, bomdat 2 bo'lib takrorlanib qolgan bo'ldi. Mana 6 namoz bo'lsa-mu, bir namoz takrorlanib qolmadi. Va wal ma'qud fil kathra. Endi takrorlanish shu ko'p deydigan bir sababdir deydi. Bunda bo'lgan ekan, bu farz qatorida tizilmaydi, lekin buning qazosini tartib bilan qilamiz deydi. Yani san jihatdan biz sanashda, ko'p ozliqni hisoblashda uni kirmaydi. Lekin biz qazo namozini o'qigan chaqda, masalan, sham o'qidik, xutdan o'qidik, endi xutdan keyin qazoga vitrni o'qitib, undan keyin atisning bomdatini o'qiymiz deydi. Menda tartiblar. Ammo sanashqa 5-6 deyishga kirmaydi. Qala va yaqdis salavatul khams. Endi qazo qildigan namozlar qaysi? Qaysi namozlarni qazo qiladi, qaysini qilmaydi degan masala. 5 vaqt namozni qazosini qiladi. Lima ravayna biz yuqorida rivoyat qilgan hadislarga asosan man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dhakraha degandek. Ondan fadainullahi ahaqqu an yuqda degan. Wal witra yana vitrnimi qazosini o'qiydi. Lima bayyana min wujubiha biz yuqorida bayon qilib o'tgan vitrning vojib ekanligi haqida kelgan bayonlarga asosan. Chunki biz yuqorida vojiblikni bayon qilib o'tdik deydi. Va qala sallallohu alayhi vasallam man nama an vitrin aw nasiyahu falyusallihi idza zakarahu aw istayqad. Vitr o'qiyanmaganlar, uxlab qolib yoki unutib qilib o'qiyanmaganlar uyg'ongan chaqda yoki yodi kelgan chaqda o'qib olsin deb buyurdi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Unda o'niki bu qazo qilishni ko'rsatdi. Va fi rivoyatin man nama an vitrin falyusalli idza asbah. Kechida vitr o'qiyanmay uxlab qolgan bo'lsa, tong otgandan keyin vitr o'qib olsin degan rivoyatlar. Bu sahih hadislar. Bu hadismi boshqa innalloh zadakum salatan degandek rivoyatlarga qitilib, vitrning vojibligini ko'rsatdi degan. Va kullu zalika yadullu ala al-wujub. Bularning hammasi vitrning vojibligini bildirish bilan birga, vitrni vaqtida o'qiyanmay vaqti chiqib qolsa, qazosini qilishning vojibligini ko'rsatdi deydi. Va sunnatul fajr idza fatat ma'aha. Bomdatning kirga sunnati bomdat bilan birga qazo olib ketib qolsa, bomdatning kirga sunnatini qazo qiladi. Li'annahu sallallohu alayhi vasallam qadaha ma'aha laylatat ta'ris. Laylatat ta'risni biz dedik. Kechida ta'ris degan kechich yo'l yurib, so'hirliq vaqtlar kechani yarim o'tgandan keyin aramalarda uxlab qolgani deymiz. Kechida yo'l yurish bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahoba kiramlar bilan bir qo'shin bilan deydi, kechich yo'l yurib minib charchab ketib, bomdatda oz qolgan chaqlarda bir aramalib oldi deb uxlamay o'tirdi, u bu deb masalishib
axiri bek charchab ketganlikdan Hazreti Bilal siz uxla o'ranglar, men o'g'itishga kepillik qilay, men navbat turay, men o'g'itaman degan chaqda bular uxlagan. Uxlagandan keyin Bilal Muhammad uxlab ketgan, keyin oftob qiziq tushgan chaqda Andan Hazreti Umar va Maylam uyg'ongan. Uyg'ongandan keyin Bilalni o'g'itaman degan to'g'risida men uxlab ketib ketib, ya'ni kan bu yerda yutkilib, bir tarafga berib, azan to'lab, bomdotning ichkirga sunnati, ichkirga farzini o'qigan. Sizlarning uxlab qolganimiz o'rniga kelishimizdan asaqlanadi. Endi o'rinda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shahadni yutkelganligi endi shu yerda bir shaytonlarning makonini ulab, shaytonlar bir xil ig'irchilik saqan ehtimol bo'lishi mumkin deb o'tkelgan bir mazmun chiqadi endi shundan. Yani bizler uxlab qolgan o yataqni tashlab chiqib ketilmaydi. Ya boshqa yurishga ishlatadi. Lekin unda ma hadislar laylat tarix islam udu xudalik adanın nazil minas sama hadis zulaydayn degandeklar udu shu bir voqelikda hadislar bordi. Bo'lmasa undan boshqa masalan bir guruh kishilar yo'l yurib kechida Aslında bir ahval boğan basın leylet tarihse şu. Aşı kişilerine nispeten. Kala ve sünnetel fecri idâ fâtet ma'aha. Aş bamdatının parzilen billa kaza olab ketip kalsa, bamdatının sünnetini okuydu. Lekin bamdatının özünü okup boğan ahvaldı çoğu. Bamdatının parzini okup olaptı, sünnet kap kalgan ahvalda vakti ketkenlikin okumaydı o deyin. Yani kazasını kılmaydı. Billa kaza olab ketip kalsa onu okuydu. Yalğız fikirge sünnetlen kazalı gidip kalan bolsa onu okumaydı öyle. Bu şeyhanın karşı iken. Ve Muhammedin ennehu yaqdiha ve in fatat wahdaha. Yani Muhammed'in karşı yalğız kazalı gidip kalan bolsa okuydu dedi. Li'ennehu sallallahu aleyhi ve sellem qadaha duna gayriha mine's sunan. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka namazın sünnetlerinin kazasını kılmagan bilen bamdatның işkirke sünnetinin kazasını kıygan. Deptu Muhammed rahimahullah. Peki Resulullah peşimnin işkirke sünnetinin kazasını kıyganlığını biz Abdülqays kabilisinin ömürki kelgen vaxtida meşgul bulab qilib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işkirke sünnetini esirden keyin o'qiganligini va shu haqda sahabe kiramlar surish qilib, ko'chilab so'rab Andan peşimden işkirke sünneti iken deb tushunganligini deb o'tgan. Nima ekan? Bundan işkirke sünnetining qazosini qilgan. Billa qilgan. Farz bilan billa qilgan. Peşimden işkirke sünnetining qazosini yolg'iz qazo olib ketganda qilgan deymiz. Neticede bizning oldimizda hozir ikki sayyidis bo'ldimi? Bo'lgan ekan, bundan işkirke sünneti olsun. Başka namazının sünneti olab qalsin, farz bilan billa o'tib ketgan bo'lsin, yolg'iz o'tib ketgan bo'lsin, keyin qazosini qilsa bo'ldi. Qilmasin bo'ldi. Bamdatninkini ham qilmasimi bo'ldi sunnat. Lekin buningda bak fazilat ko'p bo'lg'achqa, alohida bir sunnat bo'lg'achqa, buni qo'ldan bir qo'yash baklam ig'ir ahvol. Lekin buni qo'ldan emas lazım. Chunki bamdat namozda biz bamdatning vaqtida bamdatning ishkirga farzdan boshqa faqat ishkirga sunnatlar o'qiysa, uningdan boshqa namoz o'qimaysa dedik. Mushin nima ko'rsatdi? Ay bamdatning ishkirga sunnatining naqadar fazilat ekanligini ko'rsatdi. Ashuninglar ruxsat qilindi. Uningdan boshqaga ruxsat qilindi. Masalan bir iman kishi olsa, ma bir svet masalan ya bir kardo deyli. Bunda shunday bir odamlar yetib qoldi, boshqa bir odamni qo'ndirmaymiz deganday. Bu bir Allah'ın görsüdü. Lekin başka namazının vaxtlarida şu namazdan sünnetini o'qiymiz, qalsak nafil namazını o'qisak bo'ldi. Undan keyin bamdatning ishkirga sunnati alohida. Bunga qadisli kelgan. Ana jutda bunda sunnatning qazosi qilmaydi masalan, farzning qazosini qilmaydi degan gap bor masalan, bu Zahiri mazhabdan kirgan qarashdir. Jumhur salaf val xalaf val mazahib al arba'a namozning qazo qilish bor dedi. Yani ixtilof bo'lib qolgan o'rinda qazo qilish bor dedi. Albatta muttafaqan alayhi ijmo qilingan o'rin unutib qolgan va uxlab qolgan vaqt. Lekin o'zi namozning farziga inkor qilmagan holatda o'rinliq qilib jiddiylik qilib o'qimay tashlab qo'ygan bo'lsa, buni qazosini qilish vojib dedi jumhur. Ba'zilar Zahiri mazhabning qarashini tutib, qazo namoz yo'q deb turoldi. Sunnat kelsak, sunnatni qazo qilish yo'q debdi Sayyidisda.
qazosini qilish chiqdi. Bomdodning shirkat sunnatini qazo qilgan, peshimning shirkat sunnatini qazo qilgan. Lekin xolisa sunnat namozini qazo qiladi degan gap chiqdi. Niye debdi? Li'annahu sallallohu alayhi vasallam qadaha duna g'ayriha min as-sunan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdodning shirkat sunnatini qazo qilgan, boshqasini qilmagan. Fadalla ala ikhtisasiha bidalik. Undan keyin bomdodning shirkat sunnatlarini qazo qilish bo'ladi, boshqasini qazo qilish bo'lmaydi degan ma'noni bildirdi. Bu Muhammadning qarashida biz sayidisi orqali raddiya olgan bo'ldik. Wal arba'u qabla az-zuhri yaqdiha ba'daha. Peshimning oldi va keyini sunnat namozlari bor. Oldidagi 4 rakat sunnatni peshimning farzidan burun o'qiyolmay qolgan bo'lsa, peshimdan keyin qazosini qilib o'qiydi. Masalan, masjidga shunda kirishiga farz o'qiyotgan holatda ulgurgan bo'lsa, farzni o'qib bo'ldi. O'qigandan keyin hozir o'qish kerak bo'lgan 4 rakat sunnat bilan 2 rakat sunnat qoldi. Undan keyin asrga azon chiqishdan burun peshimning vaqtida peshimning farzidan keyin o'qiydi dedi. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاها بعد الظهر. رسول الله صلى الله عليه وسلم peşimden burunqa 4 rakat sunnatni o'qiyolmay qolsa, peshimning farzidan burun, peshimning farzidan keyin o'qiladi. Yani qado degan o'shada vaqti chiqayotgandan keyin, ya'ni buning vaqti xuddi farzdan oldida desak, asli belgilangan vaqti o'rni qo'ldan ketgandan keyin ado qilindi degan. Qado degan ma'noda. Va li'anna al-vaqt vaqtu-zuhr. Chunki bu vaqt peshimning vaqti. Va hiya sunnatu-zuhr. Bu 4 rakatmi peshimning sunnati. Undan keyin shu vaqt ya'nilar shu sunnatni o'qiydigan chog' demakchi. Hamda farzdan keyin o'qishga ittifoqlashgandan keyin farzdan keyin o'qiydi, to'g'ri. Lekin 2 rakat sunnatni o'qib bo'lib o'qimdi yoki 4 rakat o'qib bo'lib, unda 2 rakat o'qimdi degan masalada ixtilof chiqib qoldi. Thumma anda Abi Yusuf rahimahulloh yaqdiha qabla rak'atayn. Abu Yusuf rahmatullohi alayh 2 rakat sunnatdan burun o'qiydi dedi. Li'annaha shuri'at qablaha. Chunki bu 4 rakat 2 rakatdan burun o'qiydiganligi yo'l qo'yilgandi. Va anda Muhammadin ba'dahuma. Muhammad rahimahulloh 2 rakat sunnatni o'qib bo'lib, undan keyin 4 rakat sunnatni o'qiydi debdi. Li'annaha fatat an mahalliha. Chunki 4 rakat sunnat o'zining o'rni qo'ldan ketgan. Fala tafutu ath-thaniya an mahalliha aidan. Undan keyin biz ikkinchi sunnatni o'zining o'rnidan suratmaymiz. Bu xuddi mana xato o'chirib turgan odam bo'lib qolsa, biraylarning navbati bir sababdan ketib qolgan bo'lsa, keyin kelsa, keyin hammani bir qatimni surib orqaga, oldiga tiqib qo'yamdiq yoki sabning oq bo'lib turamdi deganda ketdi. Hozir shu tartib bor-da, lekin tartib birinchi qarashda 4 rakat boshda shunami? Undan boshda o'qiydi. 2 rakat keyin 2 rakat keyin o'qiydi. Endi Muhammad bu 2 rakat hozir farzdan keyin o'qish yo'l qo'yilgan. Farzdan keyin qaysi bor? 2 rakat sunnat bor. Undan keyin 4 rakat o'qiyolmay qolganni orliqqa tutmam 2 rakatni o'rnidan surutib tartibni buzmaysa demakchi. Demak, har ikkisi hozir tartib bor demakchi. Qanday qilsak tartib bo'yicha o'qigan bo'lamiz deganda ixtilof chiqib qoldi. Abu Hanifa rahmatullohi alaydan bu masalada rivoyat kelmagan. Abu Yusuf Muhammadning qarashlari bor. Ba'da zuhr degan 2 rakatdan ilgari deganni o'z ichiga oldi, 2 rakatdan keyin deganni o'z ichiga oldi. U unda mujmal. Namazdan oldiga cho'yib sunnatlarga o'zning farzini o'tab tushsa, oldida dolanlar shu farzini o'qish bilan vaqt chiqib ketmasini qazolab tutilgan gap bo'lsa? Ya tartib qazo bo'lib ketdi. Qazo bo'lmaydi, endi tartib qazo bo'ldi. O'zining o'rni qo'ldan ketdi demakchi. Niyat qilib mesela niyat o'qiymiz-da, mesela ishni oldin o'tirgan, o'tib ketib, mayli oldida o'qilish kerakdan keyin o'qilish vaqti niyat vaqtimiz qazosi o'qilib o'z vaqtida o'qilib. Ya shu to'dirga sunnatni o'qidim deb. Uni qazo deyilib bo'lmaydi, chunki u shu vaqtida o'qildi. Vaqti shu. Lekin tartib jihatdan o'rni qo'ldan ketgan. Yo'q. Lekin ilgirki 4 rakatni 2 rakatdan 2 rakat fasila bo'lgani bor. Yani peshimning 4 rakat ilgirki sunnatni 2 rakatdan fasila bo'lgani bor. Fuqsini qarasanglar shunda usul bor. 2 rakatdan 2 rakatdan bo'lib o'qish bor. Va hada bi xilaf sunnatul asr.
Endi sunnatul asr olsa bunun qazosini qilmaysiz degan ma'lum. Mesela bomdatning va uningdan boshqa namozlarning shu sunna muakkadalarni qazosini qilamiz. Tamam? Endi asr namozidan olib qolsa qazosini qilmaymiz. Ya'ni asr namozidan burun 4 rakat o'qish batdi. Sunna g'ayr muakkada. 4 rakat o'qimaymiz, asrni o'qidik. O'qigandan keyin ilgirki 4 rakat o'qiyolmay qolibdi, asrning farzdan keyin, asrning vaqti ketmagan chaqda oqiga tortib o'qisak bo'lamdi desa bo'lmaydi dedi. Li'annaha laysat mislaha fi at-ta'kid. Bunun sababi ikkidir. Birincisi, asrning 4 rakat sunnati boshqa namozlarda sunna muakkada emas. Peşimning 4 rakat sunnatidek muakkada emas. Yana bir sabab, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam asr namozidan keyin nafl namoz o'qishdan to'sgan. Navon keyin bu bir xil nafla qatoriga kirib, cheklangan doirada bo'lib qoldi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.